Agar sizning turmush o'rtog'ingiz yoki sevgan odamingiz bir kun yo'q bo'lib ketsa, sizda ularning o'rnini bosadigan biror narsa bormi? Men pul haqida gapirmayapman. Men hech kim bilmasdan, hech kimga aytmasdan, yolg'iz qolganingizda ham oyoqda tura oladigan kuch haqida gapirmayapman. Bugun men sizga bir ayol haqida gapirib beraman. U hammaning ko'zida baxtli edi, lekin ichida u juda qashshoq edi. Va bu qashshoqlik puldan emas, bilimdan edi. Ushbu videoni oxirigacha ko'ring. Chunki bugun aytilgan har bir so'z biror kuni sizning hayotingizni o'zgartirishi mumkin. Assalomu alaykum, aziz do'stlar. Kanalimizga xush kelibsiz. Bugun biz juda muhim mavzuda gaplashamiz. Bu mavzu ko'pchilik ayollar uchun noqulay tuyulishi mumkin. Ba'zilar bu meni haqoratlaydi deb o'ylashi ham mumkin. Lekin men sizni hurmat qilganimdan, men sizga haqiqatni aytaman. Dunyo bo'yicha o'tkazilgan tadqiqotlarga ko'ra, har 3 ta ayoldan biri moliyaviy jihatdan to'liq boshqa birovga bog'liq holda yashaydi. Ular xarid qilish uchun ham, davolash uchun ham, hatto o'z farzandlari uchun ham birovdan ruxsat so'rashga majbur. Bu holat Afrikada emas. Bu holat bizning mahallalarimizda, bizning oilalarimizda, ba'zan bizning o'zimizda ham mavjud. Endi men sizga bir savol beraman. Agar ertaga hamma narsa o'zgarib ketsa, siz nima qilgan bo'lardingiz? Bu savolga javob berish uchun avval Malikaning hayotini bilib oling. Malika Toshkentning bir chekkasidagi mahallada yashovchi 35 yoshli ayol edi. U go'zal edi. Oilasi bor edi. Eri Saydakbar, o'rtacha daromadli savdogar. 2 farzandi, 8 yoshli Lola va 5 yoshli Doniyor. Qo'shnilar ko'rsa, Malikaning oilasi juda baxtli ekan derdi. Lekin Malikaning o'zi nima deb o'ylardi? U har kuni ertalab uyg'onganda, kuniga kerak bo'ladigan pul uchun eridan so'rash kerak edi. Non uchun, yog' uchun, ba'zida Lolaning daftar qalami uchun ham. U bir marta menga aytdi, bu gapni hech qachon unutmayman. Men oshxonam ichida mehmonday his qilaman o'zimni. Chunki bu uyda mening hech narsam yo'q. Pul ham yo'q, huquq ham yo'q. Faqat majburiyatlarim bor. Malika institutni tamomlagandi. Iqtisodiyot fakulteti. Lekin turmushga chiqqandan keyin ish qidirmadi. Eri kerak emas, men ta'minlayman dedi. Qaynonasi ayolning joyi uy dedi. Va Malika ko'ndi. 10 yil o'tdi. Va bir kuni Saydakbar kasalxonaga tushdi. Og'ir kasallik. Dori-darmon uchun katta pul kerak edi. O'sha kuni Malika birinchi marta to'liq angladi. Uning qo'lida hech narsa yo'q. Bank kartasi yo'q. Jamg'arma yo'q. Hatto o'z nomidagi birorta hujjat ham yo'q. U yig'ladi. Lekin ko'z yoshi muammo hal qilmadi. Aziz tomoshabinlar, Malikaning holati istisno emas. Bu tizimli muammo. Va bu muammoning 3 ta asosiy sababi bor. Birinchi sabab madaniy bosim. Bizning jamiyatimizda ko'p yillar davomida ayolga shunday tarbiya berilgan. Erga teging, uy boshqa, bola boshqa, mana baxt. Moliyaviy mustaqillik haqida gapirish esa sanoki uyatsizlik sifatida qabul qilingan. Natija: ko'p ayollar o'z iqtidorlarini, o'z kuchlarini boshqalarga topshirib, o'zlari to'liq qaramlikka tushib qolishgan. Ikkinchi sabab bilim yetishmovchiligi. Moliyaviy savodxonlik maktabda o'rgatilmaydi. Ota-onalar ham bu haqda gapirmaydi. Natijada ko'p ayollar faqat xarajat qilishni biladi, lekin pul ishlash, tejash va investitsiya qilishni bilmaydi. Uchinchi sabab o'ziga ishonchsizlik. Men bu ishlarni bilmayman. Bu erkaklar ishi. Men xato qilib qo'yaman. Bu gaplar 1000 marta takrorlanib ayollarning miyasiga o'rnashib ketgan va ular o'z kuchiga ishonishni to'xtatgan. Lekin bu yerda muhim bir haqiqat bor. Dunyoning eng muvaffaqiyatli investorlari, tadbirkorlari va moliya ekspertlari orasida ayollar tobora ko'paymoqda. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ayollar investitsiya qilganda, erkaklar bilan solishtirganda, o'rtacha 8 ko'proq daromad oladilar. Sababi: ular impulsiv qaror qilmaydilar. Ular uzoqni o'ylab harakat qiladilar. Demak, muammo qobiliyatda emas. Muammo imkoniyat va bilimda. Endi sizdan so'rayman, Malika, ular aniq 5 ta qadamni boshlashi kerak. Bu qadamlar haqida endi gapiramiz. Lekin birinchi, Malikaning hayotida nima o'zgarganligi uchun davomini ko'ring. Kasalxona xonasida erining yonida o'tirgan Malika bir qaror qildi. U o'z telefoni orqali birinchi marta moliyaviy savodxonlik haqidagi video ko'rdi. Keyin yana bittasini. Keyin yana. U tun bo'yi o'qidi, o'rgandi. Birinchi marta u o'yladi: men nima qila olaman?
2 hafta o'tib, Malika qo'shni mahallada yashovchi singlisidan qarz oldi. Ko'p emas, 500 ming so'm. U o'sha pul bilan uyda tayyorlanadigan mahsulotlar sotishni boshladi. Avval Instagram, keyin Telegram, so'ngra mahalliy do'konlarga yetkazib berish. Eri kasalxonadan chiqqanda, Malika birinchi marta o'zi ishlab topgan pul bilan unga meva olib keldi. Sadakbar hayron qoldi. Malika esa jimgina jilmaydi. 1 yil o'tdi. Malikaning onlayn biznesi oyiga 3-4 million so'm foyda keltira boshladi. U kichik jamg'arma ochtirdi. Lolaga yangi kompyuter oldi. O'zi uchun kurs xarid qildi. Lekin eng muhimi, u o'zini o'zgartirdi. U endi kimgadir pul bering deb qo'l uzatmaydi. U endi o'z hayotining bosh qahramoniga aylandi. Aziz do'stlar, Malikaning tajribasidan biz 5 ta juda muhim darsni chiqaramiz. Bu darslar har bir ayol uchun, har bir uy xo'jaligi uchun zarur. Ko'p ayollar o'z uy byudjetini to'liq bilmaydi. Qancha pul kiradi, qancha chiqadi, aniq bilmaydi. Bugun bir qog'oz oling. Yozing, oilangizga oylik necha pul kiradi? Qancha xarajat bo'ladi? Jamg'arma bormi? Qarz bormi? Bu moliyaviy uyg'onishning birinchi qadami. Malika ham xuddi shu qadamdan boshlagan edi. Uy xo'jaligidasiz. Farzand tarbiyalayapsiz. Bularni past baholamaymiz. Lekin shu bilan birga hech bo'lmasa kichik bir daromad manbai yarating. Bu tikilgan narsa bo'lishi mumkin. Pishirilgan taom, onlayn ko'rsatilgan dars, sotilgan handmade buyum, berilgan konsultatsiya. Maqsad o'zingizga oid biror pul oqimi yaratish. Kitob o'qing, video ko'ring, podkast eshiting. Bugun internet bepul bilim bilan to'la. Ammo ko'pchilik faqat kulgili video va gossipga vaqt sarflaydi. Kuniga 20 daqiqa moliyaviy mavzuda biror narsa o'rganing. 1 yil ichida siz butunlay boshqa odam bo'lasiz. Har oyda hech bo'lmasa 5-10 ni alohida qo'ying. Hammasi o'z nomingizda bo'lsin. Bank kartasi, jamg'arma hisobi. Bu pul faqat sizning xavfsizlik toringiz. Hech kimdan so'ramasdan, hech kimning ruxsatisiz ishlatishingiz mumkin bo'lgan pul. 5 qadam, huquqlaringizni biling. Ko'p ayollar o'z huquqiy va moliyaviy huquqlarini bilmaydi. Qaysi mulk sizniki? Nikoh shartnomasi nima? Merosdan ulushingiz qancha? Bu savollarni bilish zarur. Chunki hayot har doim ham kutilgandek kelmaydi. Men bir boshqa ayolni ham bilaman. Uning ismi Nodira. 48 yoshli. Eri vafot etdi 3 yil oldin. Eri tirikligida hamma narsani o'zi hal qilardi. Hatto kommunal to'lovlarni ham. Eri ketgandan so'ng, Nodira birinchi marta bank oldida qanday navbat turish kerakligini bilmadi. Birinchi marta kommunal to'lovlarni qanday qilishni bilmadi. Birinchi marta o'zi biror qaror qilishi kerak bo'lganda, o'zi nima xohlashini bilmadi. U aytdi: "Men 48 yil yashadim, lekin hayotni 48 yildan keyin o'rganishga majbur bo'ldim." Nodira qiynaldi, ko'p qiynaldi, lekin u ham o'rgandi va u ham o'zgardi. Bugun Nodira o'z pensiya to'lovlarini o'zi boshqaradi. O'z uyida ijara daromadi oladi va har juma nevarasiga o'zi pul beradi. U aytadi: "Hech qachon kech emas, lekin erta boshlagan kuchli bo'ladi." Aziz do'stlar, ushbu video sarlavhasi hech bir ayol asbobga zor qilmasin deb nomlanadi. Bu sarlavha biror erkakni ayblash uchun emas. Bu sarlavha har bir ayolga shunday demoqchi: sen kuchli, sen aqllisan, sen mustaqil bo'la olasan. Seni hech kim, hatto eng yaxshi insonlar ham to'liq himoya qila olmaydi. Faqat o'zingni himoya qila olasan. Malika bugun baxtli. Eri sog'aydi. Oilasi tinch. Lekin endi uyda 2 ta daromad bor. 2 ta mustaqil fikr bor. 2 ta teng shaxs bor. Bu to'g'ri oila. Nodira bugun mustaqil. Qiyin bo'ldi, lekin u o'z oyoqlari ustida turibdi va bu uning eng katta gururi. Sizga ham shuni tilayman. Mustaqillik erkaklardan nafratlanish emas. Mustaqillik o'zingni sevish, o'zingni hurmat qilish, o'z kelajagingni o'zing qurish. Hech bir ayol hech narsaga zor qilmasin, na pulga, na bilimga, na o'z huquqlariga. Agar bu video sizga biror narsa bergan bo'lsa, pastdagi like tugmasini bosing. Bu menga juda katta quvvat beradi. Agar sizning hayotingizda ham shu mavzuga oid biror narsa bo'lgan bo'lsa, kommentariyada yozing. Men har bir kommentariyani o'qiyman. Va agar bu videoni ko'rishi kerak bo'lgan biror ayol borligini bilsangiz, ulashing. Bu sizning ularga beradigan eng yaxshi sovg'angiz bo'lishi mumkin.
Obuna bo'lishni unutmang. Har hafta shunday foydali mavzular bilan qaytib kelamiz. Ko'rishguncha sog' salomat bo'ling.